Kubik Rubikka oson tez yig'ish yo'li. Hamma videoda har xil nechtadir dars qisqacha ma'lumot o'taman, keyin boshlayman. Kubik Rubik ma'lumot o'rtasi ketmaydi, qayerga qo'y hammasi aylanadi. Hozir buni bizamiz. Bundan kelgancha bizlik hop oqqa enter qilib olamiz hammasini. 10 so'roq oqqa bunda plyus qilib olish kerak. O'shanda mana bundan bir xil tushishi kerak. Uning uchun oqqa eng oson tez yig'ish yo'li oqqa ro'parasida sariq turadi. Sariq o'tkazamiz, bitta oq bor ekan. Unga hech qanaqa formula kerak emas. Aylantirib ko'rsanglar bo'laveradi. Hech qanaqa formula kerak emas. Hech narsa o'zgarmaydi. Hop, endi yashil. Shunga olib kelamiz, yashilni aylantiramiz. Oq, yashil bo'ldi. Oranjiviy olib kelamiz. Endi ko'k olib kelamiz. Eng oson yo'li. Tushdi. Endi qizilni olib kelamiz. Qizilni aylantiramiz. Yig'ildi. Biz mana ahamiyat bermaymiz, bu boshqacha turibdi. Buni ham o'rgatib olaman. Hop, endi mana qatori bir xil qilish kerak. Mavlarni yig'ish kerak, o'shanda mana qator ham bir xil bo'lib chiqishi kerak. Uning uchun oq, yashil, qizil. Demak, yashil oranjiviy turibdi. Qizilga olib kelamiz. Yashil, qizil. Bu tepada ekan. 10 taraf bir marta ko'taramiz. Tepani 2 marta chapga buramiz. 10 taraf qaytaramiz. Tepani yana orqaga qaytaramiz. Tepali oq yonga tushdi. Yonga tushgandan keyin mana qizil yashilda turibdi. 10 taraf ko'tarib bittada bo'ldi. Mana keldi. Hop, keyingisi qizil ko'k. Qizil ko'kka olib kelamiz. Bu juda oson. Bu yoqqa qarab turganligi uchun tepani chap tarafga 10 ni ko'taramiz. Tepani qaytaramiz, 10 ni ham qaytaramiz. Keldi. Yashil oranjiviy. Mana keldi. Turibdi. Bu ham 10 taraf ko'taramiz. Keldi. Mana bu ko'tarilib qoldi, tepada bo'lib qoldi. Hop. Buni ham ko'taramiz. Keldi. Endi bu yoq taraf keldi. Endi mana bu qator to'g'irlash kerak. Hop, yaqiba bunda turganda mana bu narsani olib turib mana bu qo'yish kerak. Buning uchun keyingi bosqich. Bu yoqda buni bu yoqqa qo'yish kerak bo'lsa, bu yoqqa burasizlar. Agar buni bu yoqqa qo'yish kerak bo'lsa, bu yoqqa burasizlar. Ketdi mana. O'shanda mana bu hozir o'z tepaga chiqadi, joy almashib. Tepani bu yoqqa qaytarasizlar. Keldi. O'shanda mana o'z tepaga chiqdi. Bunisi mana keyingisi qizil ko'k. Bu mana bu yoq tarafda ekan. Mana buni bu yoqqa boramiz. Tepani o'ngga, chapni tepaga. Tepani qaytaramiz. O'ngni ham qaytaramiz. Hop. Keyin tepani yana bitta o'ngga boramiz. Endi mana buni bunisini emas, mana bunisini buramiz. Yuzini yoqqa. Shundan ham keladi. Keldi. Qaytarayotganda ham tepaga chiqarish kerak bo'lsa, xuddi shu formulada chiqarsa bo'ladi. Qizil yashil. Qizil yashilga olib kelamiz. Bu yoqqa tushirish kerak. Bundan olib, qizilga olib keldik. Qizil yuzni bu yoqqa tushirish kerak. Xuddi shunaqa. Keldi. Yana bittasi qoldi. Oranjiviy olib kelamiz. Mana bu yuzi o'ziga qarab turish kerak. O'shanda tushiradi.
qaysi rangida bo'lsa. Biz yashil bunaqasi turganda yashilga bundoq olib kelardik. Shu formani qilardik. Endi bu yoqqa. Endi yaxshi, mana bittasi ham tushmabdi. Endi mana tepadagi sariq ikki qatori bo'ldi. Endi tepadagi sariq. Yaxshi bo'pti. Ko'pchilik shunaqa tushib qoladi. Keyingisi 3-bosqich. Bunga boramiz, buni ko'taramiz. Qaytaramiz. Qaytarib kelib qoldi. Mana. Endi buni bundoq bo'lsa, bundoq bo'ladi, o'ziga qarab turadi. Yuzini yana to'g'rini o'ngga boramiz. Uni tepaga ko'taramiz. Tepani o'ngga boramiz. Uni yana orqaga qaytaramiz. Tepani ham orqaga qaytaramiz. Mana holati tushib qoladi. Keyin yana xuddi shuni boshqatdan qilasiz. Keldi mana. Kelguncha shu formulani qilaverasiz, oson. Keyingi bosqich. Mana tushirish bir-biriga. Bitta tushadiganini topib olasiz, ikkita tushadiganini, hatto yonma-yon tushadiganini. Qaraysiz, yonma-yon tushadigan, qizil yonma-yon tushyapti. Yonma-yon tushmasa, bittasi tushadigan bo'lib qolsa, bitta tushadiganni shu o'ng tarafingizga olasiz, bu yoq tarafga qo'yasiz. Hozir ikkalasi tushganiga mana shu formulani qo'yamiz. Ikkita yonma-yon tushadigan bu yoq tarafga qilasiz. Keyingi bosqich. Bu tarafga ko'tarasiz. Tepani bitta burasiz. O'ng tarafga tushirasiz. Tepani yana bitta burasiz. O'ng tarafga ko'tarasiz. Keyin tepani 2 marta burasiz. Tushirasiz. Hozir bu anaqasi tushib qoldi. Formulasi tushib qoldi. Bir xillar shunaqa yig'ilib qoladi. Hozir keyingisini ko'rsataman. Keyingi formulani yechish uchun mana shunaqa holatda yig'ilib qoladi. Mana keldi hammasi. Hop, endi keyingi formula yo 2 marta qilasiz yoki 4 marta qilasiz, o'shanda keladi. Hop, tushirib olasiz. Iloji boricha mana shu tochkani рабочий точка qilib olasiz, o'shandan boshlab qilasiz. Taraf tushirasiz, tepani burasiz. Qaytarasiz, kelmaydi. Yana bitta burasiz. Mana bu buzilib ketaveradi, unga ahamiyat bermaysiz. Bu yoq keldi. Endi keyingisini bundoq bo'lasiz. Yana xuddi shunaqa. Kelmadi ikkitada. Hop, kelmadi, yana bitta qaytarasiz, xuddi shuni. O'ng taraf tushirasiz, tepani chapga, o'ng tarafga ko'tarasiz, tepani orqaga qaytarasiz. Yana o'ng taraf tushirasiz, tepani orqaga qaytarasiz. Chapga borasiz, o'ng tarafga ko'tarasiz. Mana keldi. Rangini keltirib qo'yasiz. Hop. Tushunarli bu. Bitta mana shu tochkani ushlab olasiz, mana shu tochkadan qilaverasiz hammasini. Keyingisi mana bunaqa tushadiganini topasiz. Tushmasa ham farqi yo'q. Tushsa mana bunaqa tushadiganini topsangiz yaxshi. Tushmasa hozir keyingi formulani shunga qarab qo'yasiz. Hop. Uning uchun oqqa o'ziga qaratib olasiz. Ketdi keyingisi. Taraf tushirasiz. Qaytarasiz, yana bitta tushirasiz. 2 marta aylantirasiz, pastda mana buni orqaga qaytarish uchun qaytarib olish kerak. Keyin yana tushirasiz. Turasiz, qaytarasiz. Kelmaydi. Kelmasa yana bitta xuddi shunaqa qaytarasiz. To'g'ri keldi.